Bugungi kun. Oldingi sonlarimizdan birida muhtarama ayollarga murojaat qilib xitob aylagandik. Uyda o'tiring deb. Ammo ana shu xitobimizni mutolaa qilgan va eshitgan ba'zi yurtdoshlarimiz tomonidan ayollar qanday qilib uyda o'tirishdan, axir ularning erlari, farzandlari o'z burchlarini to'liq bajarmay ko'chaga chiqishga majbur qilayotgan bo'lsalar degan haqli nidolar yangradi. To'g'ri, ayollarning uyda o'tirishlariga, muhtarama ayol maqomini olishlariga faqat ularning o'zlari sabab bo'lishmaydi. Qars ikki qo'ldan chiqadi deganlaridek, erkaklar ham bugungi holatga aybdorlar. Bir mamlakatning podshohi biror bir yurtga yurish qiladigan bo'lsa, katta ayg'oqchilik ishlarini amalga oshirib yurmas ekan. Ikkita odamni chaqirar ekanda, falon mamlakatga borib ayollari bilan muomalada bo'lishga harakat qil derdi. Uning buyrug'iga binoan haligi ikki ayg'oqchi ikki mamlakatga yo'l olar, faqatgina o'sha yurtning ayollari bilan muomalada bo'lishga urinishardi. Ittifoqo bir kuni ana shunday ayg'oqchilik ishlariga qo'llangach, podshohga ikki xil ma'lumot yetkazildi. Bir ayg'oqchi qo'shni diyorga borganligi va ayollarga umuman yaqinlasha olmaganligini aytdi. Chunki har bir ayol o'z mahramiga ega bo'lib, ko'cha-ko'yda begonalar ularga yaqinlasha olmasdilar. Ikkinchisi esa ayollar bilan ochiq muomalada bo'lganligi va hatto bir nechtasi bilan o'ynashganligini ham ma'lum qildi. Shunda podshoh aytgan ekan: ayollari bilan yaqinlasha olmagan bo'lsang, sen aytgan mamlakatga urush e'lon qilib bo'lmaydi. Mahramlarini shu qadar qo'riqlayotgan erkaklarga teng kelishning iloji yo'q. Ular o'z vatanlarini ham shu qadar qattiq himoya qilishadi. Sen aytgan ayollari ochiq-sochiq mamlakatga esa hujumsiz ham kirib boramiz. Chunki ayolni ko'chaga qo'yib yuborganlar yurtini himoya qilish uchun qo'liga qurol ola bilishmaydi. Ushbu qissadan hissa olmoq soati yetib keldi. Bugun yurtimiz ko'chalarida yurar ekanmiz, beixtiyor haddan tashqari behayollik libosiga burkangan muhitni ko'ramiz. Hamma biladigan, lekin hech kim tan olgisi kelmaydigan bir haqiqat oldida ko'zimizga yugurib o'tmoqdamiz. Menga nima, birovning singlisi, birovning opasidir deb o'tib ketayotganimizda nahot tan olgimiz kelmaydiki, qaydadir o'zimizning opamiz ham, singlimiz ham shu ahvolda yurgandir. Har tomondan oqib kelayotgan ma'naviy xurujlar bizning oilamizni chetlab o'tib ketadi desak to'g'ri bo'ladimi? Bugungi g'arbona holatga faqat ayollarining o'zlari sabab emasliklari turganiga Alloh taolo Qur'on Karimda avratlarni yopish masalasida faqat erkaklarga murojaat qilgan. Ayollarni himoya qiladigan erlar haqida maqtovlar aytgan. Taloq so'zi faqat er tomonidan aytilganida kuchga kirishi tasdiqlangan. Demakki, tabiatan ancha bosiq bo'lgan erkaklar jamiyatning poydevori hisoblanadilar. Hayot tizgini ularning qo'lida bo'lsagina hayot go'zal, turmush farovondir. Otalar qizlariga, akalar singillariga, erlar ayollarga mas'ul ekanligidan tushmasa, qiz bolaning dog'i og'ir bo'lishini his qilgandan ko'ra, kasallik boshlanmasidan oldin davolansa yaxshidir. Hammaga Allohdan iymon, tavfiq va o'z yo'lida sobit qadamlik so'rab qolamiz. Hissiyot olami. She'riyat bo'stonida bizni to'rtliklar qarshi oladi. Ushbu to'rtliklar ko'rinishi jihatdan kichik bo'lsa-da, o'ta purma'no ekanligi bilan insonlarni junbushga tushiradi. Inson nomusiga tushmasa gardog', unga yarashadi har qanday libos. Sha'ni bulg'anganni bezamang qancha, unga biror libos tushmagaydir mos. Ojiz bandalardan umidvor bo'lmang, so'rang saxovati cheklanmas zotdan. Alloh g'azab qilur so'ramay qo'ysak, insonlar darg'azab iltimos qilsang. Ey inson, tavbang yo'q, istig'foring yo'q, tag'in jannat deya ko'ngling aftoda. Qachon ko'rgan eding ulkan kemani, faqat qumdan tashkil topgan sahroda.
Niyatim ko'plariga ibratli bo'lib, tutmoqchi bo'lgandim nurli bir hikmat, bo'la olmaganim ibrat hech kimga, ehtimol kimgadir eng katta ibrat. Payg'ambarlar yig'lab o'tgan zaminda odamlar tinmasdan kulib o'tdilar. Asli yashashlari kerak zamonda odamlar yashamay o'lib o'tdilar. Dasturimiz yakunida ko'pchilik eshitgan, ammo mohiyatidan bexabar masalalar xususida so'z boradi. Zaqqum daraxtini ko'p eshitganmiz. Uning qanday daraxt ekanligi esa ko'pchilikka qorong'u. Juda achchiq, badbo'y va ko'rinishi xunuk bo'lgan bu daraxtning asli jahannamdadir. Bu do'zaxiylar ichida bamisoli qozondagi suvdek qaynaydi. Do'zax ahli zaqqum, samum, qaynoq suv va olov bilan azoblanib, go'shtlari pishib, shalvirab qolganida birdan qattiq sovuq bo'ladi va ular battar azob chekadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: zaqqumning bir tomchisi dunyo dengizlariga to'mib ketsa, yer ahlining hayotini buzib yuborgan bo'lardi. Endigi faqat zaqqum bo'lgan kimsalarning holi nima kechadi? Olimlardan biri halol harom haqida suhbat ketganida shogirdlariga shunday degan ekan: insonlarning fitrati islom edi, ammo ular ana shu fitratni faqatgina harom luqma bilan buzishdi. Shu qadar buzildiki, bu qalb, bu vujud oxir-oqibat harom yeb yuradigan insonlar oshqozoniga halol luqma tushib qolgulik bo'lsa, kun bo'yi o'zlarini behush his qiladigan bo'lib qolishdi. Arab shoirlardan biri esa quyidagi she'rni takror aytib yurishni yaxshi ko'rar ekan: haromdan to'pladi bor boyligini, haromga sarflashga aslo tonmadi. Qimmat haromlarni xarid qildi-yu, arzon halollarga puli qolmadi. Alloh taolo o'zi bergan rizqini halol yo'l bilan topishga harakat qilaylik. Hazrati Ali radhiyallohu anhuning haloli hisob, haromi azob deganlarini unutmaylik. Bir kuni hammasi hisob-kitob qilinadi. Yeganlarimiz zaqqumga aylanib ketmasin. Ko'rishguncha.